Assalomu alaykum. O'rtoqlar, mana Nexia mashinamizni ochganmiz. Konditsionerni mana radiatorning musirini ko'ringlar. Olaymi? Ko'taring. Lik. Ahvoli. Mana musirini ko'rasizlar. Ochib, tozalab, yaxshilab, taxlab bosish kerak. Bo'lmasa deb freon qilasizlar, effekt bermaydi. Uni effekt berishini keyin qaytarib tashlaymiz taxlab. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, mana Nexia mashinamizni ochganmiz. Konditsionerni mana radiatorning musirini ko'ringlar. Olaymi? Ko'taring. Lik. Ahvoli. Mana musirini ko'rasizlar. Ochib, tozalab, yaxshilab, taxlab bosish kerak. Bo'lmasa deb freon qilasizlar, effekt bermaydi. Uni effekt berishini keyin qaytarib tashlaymiz taxlab.